Uchochga pul tashsam yonmayaptimi? Qayda? Tepada knopka bor. O'na. O'shani bosib turasizlar qo'linglar bilan. Bir 3 sekund deyiladi. O'zi error degan yozuv chiqadi do'stlar. Qo'limda olganim yo'q. Bosib turibman, error chiqdi. Ko'rdinglarmi? Men ko'rsatib berish uchun ko'proq bosib turasizlar, ko'proq bosib turaverlar. Hozir yana qaytib chiqadi o'sha yozuv. Qaytib chiqqan soqochini qo'limda olamanda, yana bir marta bosaman. Qo'limda olaman, bosaman. Ko'rdinglarmi? O'zi ovoz ham chiqdi. E'tibor beringlar, g'ur degan ovoz chiqdi. Mana pastda do'stlar open degan knopka ham chiqdi. Demak, qanday ishlatar ekanmiz? Pul tashlaysizlar birinchi, gazga pul tashlaysizlar. Gazga pul tashlagandan so'ng do'stlar, qisqasi, o'sha knopkani bosib turasizlar. O'sha boyagi error degan yozuv chiqqandan keyin qo'ylar shuni olasizlarda, yana bir marta bitta bosib qo'yib yorasizlar. Bo'ldi, ishimiz ishib ketadi mana. Open degan yozuv chiqdi, bo'ldi, ishladi. Endi nima qilamiz? 10 minut kutasizlar do'stlar, 10 minut. 10 minutdan keyin gaz plitani yoqib bemalol ishlatib yorasizlar. Hozir men videoni o'tkazaman. Hozir kutish vaqti mana. 10 minut ketdi do'stlar. Oradan 10 minut o'tdi do'stlar. Mana gazni yoqyapmiz. Ko'rdinglar, mana bittada gaz yondi. Xulosa shu. Knopkani bosib turasizlar. Error degan yozuv chiqqandan so'ng yana bir marta knopkani bossanglar, bittada ishlab ketadi. Ko'rsatdim-ku. 10 minutdan keyin gaz yoqasiz. 10 minutdan keyin faqat open degan knopkani chiqishga o'chikdan. Shunaqa. Salomat bo'ling.